Xayrli kun, aziz kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga obzor qilib ko'rsatmoqchiman tovarlarimizni. Bu Sentella brendidan mini naborimiz. Bunda 5 ta ichida 5 ta mahsulot bo'ladi. Makiyaj tozalash uchun cleansing oil bu makiyaj o'chirishga va bu makiyajdan qolgan qoldiqlarni hamda yuzni chuqur tozalab berish uchun tozalash vositamiz. Hamda tonerimiz. Toner bu yuzni uxatga tayyorlab beradi va bu ampula kuchli namlantirib, oziqlantirib beradi va bu kremimiz. Krem oxirida uxotimizni yopish uchun hamda bu namlantirib yuzni tayyorlab makiyajga tayyorlab beradi va bundan keyin yuzga tonalka yoki boshqa bir nima ishlatsangiz o'shani qo'llash mumkin. Bu 5 ta etapni qilgandan keyin makiyaj qilinsa, makiyaj ideal darajada chiqadi. Va hamma so'ragan o'sha mashhur Dr. Altini 345 kremidan ham keldi. Bu kremni 345 bu nimani anglatadi? 3 raqami dog'lar bilan ishlash uchun 3 ta ingredient mavjud buni tarkibida. 4 raqami esa oziqlantiruvchi, ya'ni oziqlantiruvchi ingrediyentlardan 4 xil mahsulot qo'llanilgan buni tarkibida. 5 raqami bu tinchlantiruvchi, parvarish qiluvchi ingrediyentlardan 5 xili qo'llanilgan. Shuning uchun ham bu kremimiz juda ham mashhur. Internetda ko'rishimiz mumkin. Odzivlari juda ham ko'p. Internetda juda tanilgan krem. Bu krem dog'lar bilan ishlab beradi, chuqur namlantiradi yuzni. Yuzdagi qanday muammolar bo'lsa, barcha muammolarga yechim topib bera oladi. Keyin buni narxlari bilan tanishtirmoqchi edim. 345 kremimiz 195 ming so'm hozir bizda. Keyin Sentella'ning narxi 140 ming so'm. Va mana bu ko'z serumu kollagenlik serum, vegan sostavli. Bu ko'z atrofidagi qorayishlar, ko'zdagi charchoqlar hissi va ajinlar bilan ishlab beradi. Bu kremimiz, bu kremda narxi 160 ming so'm. Hamda bu anti dezodorant qo'llanish tartiblari o'zida ko'rsatilgan. Bu anti dezodorantdan ham podelka mahsulotlar juda ham ko'payib ketgan. Mana tagida suroklari ham bor. 28-yilgacha surogi muddati. Surogi hali ancha yaxshi. Buni terlash, noxush hidlarga qarshi ishlaydi. Bu juda ham kuchlisi, ko'ki kuchliroq, pushtisi sal o'rtaroqda. Endi terlashni butkul yo'qotib bera oladi bu. Kuniga bir mahal ishlatilinadi, ishlatish tartibi. Bu serumimizni ham, 345 kremimizni ham 2 mahal yoki bo'lmasa 1 mahal kechqurun ishlatish kerak. Keyin bu kremlarni ishlatgandan keyin yuzga albatta SPFsiz ko'chaga chiqmasligimiz kerak. Chunki SPF qishin, yozin baribir O'zbekiston sharoitida quyosh bor, quyoshli mamlakat O'zbekiston. Shuning uchun SPFsiz yurish umuman mumkin emas desak ham bo'ladi. SPF bu yuzimizni ultrafiolet nurlardan himoya qiladi, quyoshdan keluvchi nurlardan. Bu kremdan juda ko'p so'ralyapti, bu nimaga o'zi deb. Auto kremimiz Rockis brendidan. Bu dermatologicheskiy krem hisoblanib, bu bolalar uchun ishlab chiqarilgan va butun oilaga tavsiya etilgan. Bu kremning narxi 130 ming so'm. Bu krem nima uchun qo'llaniladi? Yuzda aynan hozir qishki mavsumda yuz qizarishi hamda yuzning tez xushlanib qolishini oldini olish uchun namlantiruvchi krem hisoblanadi. Buni narxini aytmay ketibman. Bu dezodorantimizning narxi 110 ming so'm.
va butun barcha bilgan kremimiz Ruans CC kremi. Bundan ham yana nalichi keldi. Buni narxi 160 ming so'm. Bu krem o'zi ichida oq chiqadi chiqarganingizda, lekin yuzni terini rangiga moslashib oladi. Bularni barcha bilsa kerak, internetlarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bu Koreyaning intim atirlaridan, mana 88 Made in Korea. Srogi ham 2027-yilgacha. Buni shunaqa 4 xildan kelgan. Buni narxini aytmoqmiz. Buning narxi 130 ming so'm. Bu maskalarimiz kollagenlik va aloylik maskalar. Buni donasi 8 mingdan maskalarni. Bu intim oqartiruvchi 3D formatdagi intim oqartiruvchi kremimiz. Mana bo'yin sohasiga, tizza, tirsak, qo'ltiq osti hamda intim zonalarga qo'llaniladi. Buni orqasida QR kod orqali original podilkasini aniqlashni ko'rsatgandim bundan oldingi videolarda. Buni narxi intim oqartiruvchimiz 130 ming so'm. Ishlatish tartibi buni kechqurun toza yuvilgan tana a'zongizga surtasiz. Qayerda qora ishlar bo'lsa o'sha yoqqa yuvilgan toza va quruq bo'lgan sharoitda surtiladi bu va ertalab kechqurun surtib, ertalab yuvib tashlaysiz. Har kuni shu protsedurani bajarasiz hamda natijasini albatta sezasiz. Bu Centella brendidan ikkalasi nabor bo'lib kelgan mini ampulacha. Buning ichida ampulasi bor va kremi. Ikkalasi nabor bo'lib 90 ming so'mga kelgan. Bu kremimiz Dr. G'dan Royal Black Snail kremimiz. Bu ham juda ham ko'p so'ralyapti. Zakazga juda ko'p tushyapti hozir bundan. Bu dog'lar bilan ishlab beradi. Ajinlarni yoyishda juda katta qo'l keladi bu kremimiz. Bu krem o'zi 50 mg ichida va qo'shimcha zapas kichkina mini kremchasi ham bor. U 15 mg. Va bu karboksiterapiyamiz. Buni soha hamda bo'yin sohaga ishlatiladi. Mana rasmida ham o'zi korobkasida ham ko'rsatib qo'yibdi. Birinchi mana bu yuzimiz, mana kremni surtamiz, shpress ichidagini hamda ustidan maskani qo'yamiz. 15-20 daqiqa kutamiz va yuzimiz tiniqlashganini sezishimiz mumkin, deyapti. Karboksiterapiya bu yuzdagi qon aylanishini yaxshilab beradi. Buni ichida har bitta shpressga bittadan maska bo'lgani uchun ko'pchilik maskasidan ham olib kelib bering deyishgani uchun mana maskasidan qo'shimcha olib kelib berganmiz alohida. Karboksiterapiyamiz 230 ming shu turishi. Ichida 5 ta bo'ladi. Donaga olaman desangiz ham donaga ham chiqarib beraveramiz. Maskalarni aytdik. Dr. G kremimiz 200 ming narxi. Hamda Dr. Ceracle brendidan vegan sostavli ampulamizdan kelgan. Bu ampula yuzni tinchlantirib, yuzdagi muammolar uchun ishlaydi. Buni katta ampulasi bor. Shuning uchun kichkina mini, ya'ni probnik shaklda chiqarilgan. Buni 2 marta ishlatish mumkin. Ichidagini 2 marta ishlatilinadi. 2 marta ishlatsa bo'ladi buni. Men o'zim ishlatib ko'rganman. Juda ham yaxshi. Yuzni namlantirib, chuqur namlantirib beradi. Yuzni silliq, tekis yaltiratib qo'yadi bu. Bu esa Dr. Ceracle'dan bu ham. Bu tozalash uchun vosita. Bu ham 2-3 martaga yetadi. Ishlatsangiz bo'ladi 2-3 martaga bittasini.
Bu ham probnik shaklda chiqarilgan. Mana barcha tovarlarimizni obzor qilib ko'rsatdim. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Sizning yuzingizda qanaqa muammolar bor, sizning yuzingizga qaysi krem tushadi, maslahat berishga tayyormiz. Men o'zim mana shu auto kremdan o'zim farzandim va o'zim uchun ishlataman. Bu krem juda ham zo'r, chuqur namlantirib beradi. Bu ham Rokis brendiniki. Mana bu maskalar ham Rokis brendiniki. Mana ikkalasi ham Rokis brendi juda ham tanilgan Koreyada. Tabiiy vositalardan tayyorlanadi bu mahsulotlari. O'zi Koreyada barcha kosmetika mahsulotlari qonundan belgilab qo'yilgan tabiiy mahsulotlardan tayyorlanish. Video tagida Telegram kanalimiz silkasini qoldiryapman. O'tib bemalol barcha tovarlarimizdan xarid qilishingiz mumkin.